Yadlaringizda bo'lsa, yana bu Al-Xoraz City'ga bizning prezidentimiz, ya'ni Mirziyoyev gap ketdi. Ya'ni hozirgi kunda men Urganch City'daman. Urganch City'ning sentrindaman. O'zingiz aytishingiz mumkin, Urganch City'ning ham yeri sentr bo'ladi. Lekin sentrning ichida sentr ham bor. Ya'ni bunda hozir men sizlarga ko'rsatadigan joyimiz, bu kompaniyamiz hamma yaxshi biladigan, Imperial City hamma yaxshi biladigan. Hozirgi kunda juda ham bir boshqacha fasadda juda ham chiroyli qilinadi. To'g'ri, City'da juda ham ko'plab uylar qurilib turibdi, lekin bu yerning fasadi boshqa yerlarga qaraganda juda ham boshqacha va chiroyli bo'ladi. Sababi bu yerning atrofida faqat yaxshi narsalar qurilgan, ya'ni maktab ismi, universitet ismi, sport maydonchasi deysizmi, shifoxona deysizmi va undan tashqari parkovkasi, bolalar o'ynaydigan maydonchasi hamma shuda joylashgan. Ko'rib turganingizdek, bu qavatimiz 9 qavatdan iborat bo'ladi va birinchi etajida albatta do'konlar bo'ladi. Xohlasangizlar do'konlarni sotib olinglar, xohlasangizlar shu uylardan birisini ega bo'lishingiz mumkin. To'g'risi ko'p odam qiziqishi mumkin. Kvadrati 6,5 million so'mdan boshlanadi. To'g'ri, hayron bo'lib tursiz, qimmat deb, lekin bir yeri bor. Ofisga odam bo'lsangizlar, undan ham arzonatib galishtirib beradi ekanlar. 9-qavat, lifti bor, svetda umuman, suvdan umuman muammosi yo'q va kvadratlarni eslatadigan bo'lsam sizlarga, kvadrat 52 kvadratdan to 102 kvadratgacha joylashgan bo'lib, bemalol xohlagancha sotib olsangizlar bo'ladi. Asosiy sizlarga tushuntirib beradigan narsalar bor. Yana bu ko'rib turganingiz shifoxona, yonida maktab qurilyapti va yonida esa bog'cha bo'ladi. Bunda esa polni aylanib, krugovoy ikki tomonlama yo'l va bunda yana bir krugimiz bor. Bu krugdan chiqib, polni aylanib aeroportga chiqib ketsa bo'ladi. Asosiysi ag'alar sentrning ichida, sentrda yana bu domimiz shunday zo'rda joylashgan, umuman zo'r. Oldinda esa Al-Xorazmiyning haykali bo'ladi. Juda ham bir boshqacha gazovlar qo'yiladi, boshqa qilinadi. Asosiysi oynadan qaragan vaqtingizdan bag'ringiz ochiladigan darajada. Sentrning ichida, sentrda agar siz uy xarid qiladigan bo'lsangizlar, hamma sharoiti bo'ladi va asosiysi qachon uy bitadi deb savol berishlaringiz mumkin. Uyimiz dekabr oyida foydalanishga topshiriladi ekan. Menimcha bundan foydalanib qolish kerak va bu videoni agar City'dan va sentrdan uy olaman deb yurgan bo'lsangizlar, shu videoni yuborib qo'ysangizlar bo'ladi.